Assalomu alaykum bog'bon kuzatuvchilari. Biz bugun Jomboy tumanida joylashgan Samarqand Zaminin fermer xo'jaligiga keldik. Ushbu yerimizda bug'doyning Alekseyevich nomi ekilgan va siz bugungi bizning agronomimiz hamda fermerimiz suhbatidan ushbu bug'doyni xususiyatlarini, unga qanday parvarishlashdi va bizning iqlimga qanday u moslashgani haqida bilib olasiz. Assalomu alaykum. Va aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yerga siz hozir qaysi urug'dan ekandingiz? Alekseyevichdan. Alekseyevich. Rossiyskiy urug' ekanmiz. Bunga qanday bu urug'ning xususiyatlari haqida bir bizga ma'lumot bersangiz, qanday bo'ldi? Boshqa urug'larga nisbatan qanday effekti yuqorimi, pastmi, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Alekseyevich nomi rossiyskiy ekan, yaxshi ekan. Quruqchilikka chidamli. Quruqchilikka. Yomg'ir ko'tar ekanda, suvni ham normal qo'yish kerak ekan, uncha ko'p qo'yish mumkin emas ekanda rossiyskiy. 2 marta suvardim mana shu suvsam. Bir mavsumda 2 marta suvardingiz-da, shunday to'g'rimi? 70-80 beryapti-da. Bizlar so'rayapti hozir. Endi birinchi yil-ku bu. Birinchi yil egilishi yaxshi bo'ladi. Bu yildagi xudo xolasa yaxshi, bundan ham yaxshi natija berish mumkin-da. 200 kilodan amofos berganman hektariga. Agrotexnika qay bo'ladi endi o'zi biladi, qaysi fermer bo'lsa o'ziga yarasha o'zi agrotexnikasini qilganman-da. Siz bunga necha marta o'g'it berdingiz? Oziqlantirish, selitra. Selitra 500 kilo berganman hektara. 500 kilo bergansiz. 500 kilo berganman. Bu Alekseyevich urug'ini misol uchun ekdim deyapsiz. Buni ekish vaqti misol uchun ertaroq ekkan yaxshimi yoki kechroq ekkan yaxshimikin? Alekseyevich uni gapga sal kechroq ekkan ma'qul ekan. Kechroq ekkan yaxshi. Kechroq yaxshi. Bu sal ertaroq eksak, bu qandaydir ob-havo esiga moslasholmayapti-da etagisi. Etagiga ekkanman. Eri uncha effekt bermadi-da. Kechkisi gata yaxshi effekt beryapti-da. Sizniki ertaroq ekkan urug'ingizga qaraganda kechroq ekkan urug'ingiz maydonida hosildorlik yuqori. Yuqori bo'lyapti. Chunki qanday shuni ekovida ikki xil natija bo'lyapti-da. Unda ham bo'ldi 70 gacha beryapti, lekin bunday bergan yo'q-da. Kechkisi yaxshi beryapti-da. Shu jihatdan gata ekan. Suvga chidamli-da asosan. Oziqani ko'taradi. 3 marta uspizda qilganman. 3 marta. Barcha oziqa berganman, 3 marta oziqa berdim. Mana 500 kilo amofos berganman, natijasi yaxshi yomon emas. Bu urug'dan yana siz tavsiya qila olasizmi boshqa fermerlarga? Eksin, yaxshi urug' ekan. Eng yaxshi urug' ekan mana shu. Fermerlar eksa bo'ladi. Bir yilga moslashib oldi. Bu yildan keyin xalqlarni o'zi yemaganman. Kesalar yana ko'ramiz. Urug' olib qoldim, o'zim yegaman. Shu urug'ni qayta obrobatga o'zim yegaman mana shu. Urug'ini olib qoldim, yaxshi bo'lgani uchun. Bu urug'ni ekdingiz, misol uchun boshqa fermerlarga taklif qilyapsiz, ekishni ma'qullayapsiz. Misol uchun bu urug'ni ekkaningizda o'zingiz bilgan xatoliklar yuz berdimi, yo'qmi, shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz, keyingi ekkan fermerlarga u qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Shu haqida ham bir bizlarning yerimizga, O'zbekiston sharoitiga sal kechroq ekkan ma'qul ekan. Bu namgarchilik xohlaydigan urug' ekan. Uncha quruqchilikni ham unchalik qilmayapti, namgarchilik xohlaydigan urug' ekanda. Shuning sal kechroq ekishni tavsiya beraman. Boshqa fermerlarga sal kechroq ekishni tavsiya beraman. Bu yildan keyin shu 100% shuni ekmoqchiman shu urug'dan. Xudo xolasa bu yildan keyin bundan yaxshi natija olishga harakat qilmoqchiman-da. Xohlagan agar eguvchilar bo'lsa, buni Alekseyevich maslahat beraman. Shu bog'bondan olganman, shu boladan olganman, mana natijasi yomon emas. Shu bolalarning urug'i, bog'bonning urug'ida. Va aka, shuncha o'rin vaqtida vaqtingiz yo'q vaqt bizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat aka. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik menga xabar olib turlaring, mana Rossiyadan agronomlar keldi. Shuncha bog'bon bilan qo'shilib kelib ko'rib berdi ular, bir ikki ekan paytlar kelib ko'rdi hammasi. Yaxshi edi navlar chiqishi. Shu mana Akram ham kelib qarashib bizlarga mana shunday o'zining maslahatdan berib yurdi. Shunga ham katta rahmat mana Akram. Sizga ham rahmat aka. Sizni ishlaganingizdan xursandman. Mayli.